Rossiya Ukrainadagi qaror qabul qilish markazlariga zarbalar berish bilan tahdid qildi va xorijliklarni Kiyevni tark etishga chaqirdi. NATOdagi 5 ta davlat Ukrainaga harbiy yordam ajratishga qarshi chiqdi. Tramp va AQSh harbiylari noqulay ahvolda qoldi. Eron armiyasi generali. Eron oliy rahnamosi Mujtabo Xomanay noma'lum joyda yashirinib yuribdi va kamdan-kam hollarda aloqaga chiqmoqda. O'zbekiston Qurbon hayiti arafasida Afg'onistonga insonparvarlik yordami yubordi. Zelenskiy Kiyev viloyatiga Oreshnik raketasi zarba berganini tasdiqladi. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etishingiz mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. O'zbekiston Qurbon hayiti arafasida Afg'onistonga insonparvarlik yordami yubordi. O'zbekistondan Afg'onistonga 25-may kuni insonparvarlik yordami yuborildi. Bu haqda Surxondaryo viloyat hokimligi xabar qilgan. Qayd etilishicha, Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan o'zbek xalqining bag'rikenglik va qo'llab-quvvatlash ramzi sifatida Qurbon hayiti munosabati bilan va Afg'onistonning sel suv toshqinlaridan jabr ko'rgan aholisiga ko'mak ko'rsatish maqsadida 200 tonnaga yaqin oziq-ovqat mahsuloti ortilgan navbatdagi insonparvarlik yordami yuklari Balx viloyatiga yetkazildi. Insonparvarlik yuklari Hayraton shahridagi Astras kompaniyasi hududida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatullo Ergashev va Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov hamda Balx viloyati gubernatorining o'rinbosari Nurulxodi Abu Idris, shuningdek ikki tomon rasmiylari ishtirokida topshirildi. Insonparvarlik yordami tarkibidan un, guruch, shakar, makaron va qandolat mahsulotlari, o'simlik yog'i, no'xat, tez tayyorlanadigan taomlar o'rin olgan. Afg'oniston rasmiylari O'zbekiston prezidenti va xalqiga ko'rsatayotgan insonparvarlik yordami uchun minnatdorlik bildirdi. Rossiya Ukrainadagi qaror qabul qilish markazlariga zarbalar berish bilan tahdid qildi va xorijliklarni Kiyevni tark etishga chaqirdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ukrainaning anneksiya qilingan Luganskdagi yotoqxonaga bergan zarbasiga javoban Rossiya qurolli kuchlari Kiyevdagi mudofaa korxonalari, qaror qabul qilish markazlari va qo'mondonlik punktlariga zarbalar berilishi haqidagi tahdidli bayonotni e'lon qildi. Tashqi ishlar vazirligi xorijliklarni, jumladan diplomatlarni imkon qadar tezroq Kiyevni tark etishga, shahar aholisini esa Zelenskiy rejimining harbiy va ma'muriy infratuzilma obyektlariga yaqinlashmaslikka chaqirdi. Eron oliy rahnamosi Mujtabo Xomanay noma'lum joyda yashirinib yuribdi va kamdan-kam hollarda aloqaga chiqmoqda. AQSh razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, Eron oliy rahbari Mujtabo Xomanay noma'lum joyda yashirinib yuribdi va juda kamdan-kam hollarda aloqaga chiqmoqda. Bu haqda KBS xabar qilgan. KBS telekanalining AQSh razvedka xizmatidagi ma'lumotlarga tayanib xabar berishicha, Eron oliy rahbari Mujtabo Xomanay tashqi dunyo bilan deyarli hech qanday aloqaga ega bo'lmagan holda noma'lum makonda yashirinmoqda va u bilan faqatgina choparlardan iborat murakkab labirint orqali bog'lanish mumkin. Tramp ma'muriyati bilan hamkorlik qilish vakolatiga ega bo'lgan Eron mulozimlari o'zlarining davlat boshqaruvi tizimi ichida kommunikatsiya o'rnatishga qiynalishmoqda. Bu Eron bilan tuzilishi mumkin bo'lgan bitim tafsilotlari va avval erishilgan kelishuvlarning juda sekinlik bilan oshkor bo'layotganining bosh sabablaridan biridir. Tramp va AQSh harbiylari noqulay ahvolda. Eron armiyasi generali. AQSh prezidenti Donald Tramp va AQSh harbiylari umidsiz vaziyatda. Bu haqda Eron armiyasi generali Muhsin Rizoiy ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, agar ular urush boshlasalar, Hormuz bo'g'ozi, Fors ko'rfazi, Ummon dengizi, Bab al-Mandeb bo'g'ozi va Hind okeanini qamrab oluvchi to'liq ko'lamli mojaroga olib keladigan qorong'u va cheksiz yo'lakka duch kelishadi. Rizoiy Hormuz bo'g'ozi erkin savdo uchun yopiq emasligini, ammo mintaqadagi harbiy vaziyat tufayli dengiz yo'li cheklanganini aytdi. U shuningdek, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi dengiz floti turli mamlakatlardan kelgan tijorat kemalarining yo'nalishlarini ro'yxatdan o'tkazgandan so'ng xavfsiz o'tilishini ta'minlayotganini ta'kidladi. Shu bilan birga general Hormuz bo'g'oziga qarshi har qanday harbiy harakat yoki Fors ko'rfaziga kirishga urinishlar Eron tomonidan qattiq javob bilan kutib olinishi haqida ogohlantirdi.
NATOdagi 5 ta davlat Ukrainaga harbiy yordam ajratishga qarshi chiqdi. NATO bosh kotibi Mark Rutte tomonidan taklif etilgan Ukrainaga harbiy yordam ajratish rejasini 5 ta davlat qo'llab-quvvatlamadi. Bu haqda The Telegraph xabar qilgan. Rejada NATO a'zolari Ukrainaga yordam berish uchun har yili yalpi ichki mahsulotning kamida 0.25% ni ajratish majburiyatini olishi ko'zda tutilganda, ushbu rejani Ukrainaga shundoq ham yalpi ichki mahsulotning kamida shuncha foizini sarflayotgan 7 ta mamlakat qo'llab-quvvatlagan. Biroq NATOning eng yirik iqtisodiyotga ega 5 ta a'zosi Buyuk Britaniya, Ispaniya, Italiya, Kanada va Fransiya bu g'oyadan unchalik mamnun bo'lmagan. NATO nizomi bir ovozdan qo'llab-quvvatlashni talab qilgani sababli Rutte ushbu rejani ilgari surmasligini e'lon qildi. U Ukrainaga majburiy harbiy yordam ko'rsatish taklifini aynan qaysi davlatlar qo'llab-quvvatlamaganini ochiqlamagan. Hozirgi vaqtda NATO byudjetiga eng asosiy hissani Qo'shma Shtatlar kiritmoqda. AQSh alyansning boshqa a'zolari mudofaa uchun ko'proq mablag' sarflash kerakligini bir necha bor ta'kidlagan. Prezident Donald Trump agar vaziyat o'zgarmasa, uning mamlakati alyansdan chiqib ketishi mumkinligini aytgan edi. Zelenskiy Kiyev viloyatiga Oreshnik raketasi zarba berganini tasdiqladi. Zelenskiy Kiyev viloyatiga Oreshnik raketasi zarba berganini tasdiqladi va Rossiya rasmiylarini noadekvatlikda aybladi. Putin hatto ura so'zini ham normal ayta olmaydi, duduqlanadi, lekin hamon o'z raketalari bilan turar joy binolarini yengmoqda. Rossiyaning 3 ta raketasi suv ta'minot obyektlariga qarata otildi. Bozorni yoqib yubordi, o'nlab turar joy binolari va bir nechta oddiy maktablarga zarba yetkazdi. Belaya Tserkov shahriga qarshi o'z Oreshnikini ishga soldi. Haqiqatan ham noadekvat odamlar, deb yozdi Zelenskiy o'zining Telegram kanalida. Rossiyaning tungi hujumlariga izoh berarkan, Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya tunda mamlakat bo'ylab 90 ta raketa va 600 ta dron uchirgan. Kiyevda 2 kishi halok bo'lgani va 56 kishi yaralangani ma'lum. Bir nechta turar joy binolari shikastlangan, savdo markazi yonib ketgan. Kiyev viloyatida 2 kishi halok bo'lib, 9 kishi jarohatlangan. Viloyat harbiy ma'muriyatining ma'lum qilishicha, Belaya Tserkov tumanida garaj kooperativi va korxona binolari shikastlangan. Bundan tashqari Cherkassi shahrida dron turar joy binosiga kelib urilishi oqibatida 11 kishi jabrlangan. Rossiya Mudofaa vazirligi Ukrainaga Oreshnik, Iskandar, Kinjal va Tirkon raketalari bilan zarba berganini tasdiqladi. Vazirlik buni Ukrainaning harbiy boshqaruv obyektlari, aviabazalari va harbiy sanoat majmuasi korxonalariga javob zarbasi deb atadi. Rossiya Mudofaa vazirligi zarba maqsadlariga erishilgani va belgilangan barcha obyektlar yo'q qilinganligini da'vo qilmoqda.